Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar va chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan bir-biridan chiroyli, sifatli, o'ta ham yemga boqishga tayyor narx-navolar o'ta ham yengil novvoslarimizdan kelgan. Sifatlarini o'zlaringiz ko'rib baho beraverasizlar bir qator. Hurmatli aka-ukalar, manzilimiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bugungi sanam 23 mart 2026 yil haftaning dushanba kuni. Hurmatli aka-ukalar, birinchida turgan mana shu Angus deb to'g'rog'i savdomizga yolg'onlashib qolmasin, lekin juda ko'p joyda ko'ramiz toza 100 Angus deb sotishadi. Balkim toza Angusdir, chunki aniq ma'lumotini bilmaganligimiz sababli mana shu turishiga xoh savdogar akalarimiz aloqaga chiqsin, xoh dehqon akalarimiz yeb ichalari yurish turishlarda umuman aybi nuqsoni yo'q. 20 million so'm bo'ladigan narx-navosi. 20 million so'm. Mana bu yonidagi shved deb sotishadi. Buni ham ma'lumotini bilmaymiz, lekin uncha toza o'sha chetdan keladigan novvoslarni unchasidan sifatli va o'tkir. Tepalarga e'tibor berasizlar yaxshilab. Juda ham yo'g'on novvoslarimizdan. Hurmatli aka-ular, 18 million so'm bo'ladigan narx-navosi. Hurmatli aka-ular, mana shu turishi, yurishlarda, yeb icharlarda biror joyda aybi nuqsoni yo'q. Hurmatli aka-ular, 20 million so'm juda ham sifatli novvosimiz. Savdogar akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Dehqonlar urib qolsa undan ham yaxshiroq. Hurmatli aka-ular, 20 million so'm bo'ladigan narx-navosi, dastavkasi alohida summa. Bo'ldi, baylab qo'yishadi. Hurmatli aka-ular, mana bu novvosimizga keladigan bo'lsak, shved deb sotishadi, lekin Angus novvosdan mana shu hozir ko'rsatganim bundan oldingi novvosimizdan o'tkirroq novvos. 18 million so'm bo'ladigan oxirgi narx-navosi. 18 million so'm. Plus mana bu beloq novvosimiz bilan mana qora novvoschamiz. Buni ham oxirgi narx-navosi. Bo'ladigan narx-navosini aytib o'tamiz, hurmatli aka-ular. 16,5 million so'mdan ikkalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 16 million 500 ming so'mdan ikkalasini xayriga o'tib beradigan joyi ham bor. 16 million 500 ming so'mdan xayriga o'tib beramiz. Nargi novvoslarimizdagi 18 million 20 million so'm bo'ladigan narx-navosi. Qolgan novvoslarimiz xudo xolasa narx-navolari har doimgidek juda ham yengil novvoslarimizdan. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozirgi ko'rsatgan 4 ta novvos, mana shu 4 ta novvosimizdan tashqari bu yerda 12 bosh bor. Plus yana 7 bosh bor, jami 19 bosh. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bularning ichida eng arzon narx-navosi 13,5 million so'm, eng baland narx-navosi 14 million 500 ming so'm. Qolgan 19 bosh novvosimiz ichida. Mana shular ham 14 million 500 ming so'mdan ketaveradi, hurmatli aka-ular. Juda ham sifatli. Mana bular ham ketaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana buni turg'izib bor. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Mana novvoslarimiz har doim bitta-ikkita chiqarib berardik. 13,5 million so'mdan bu safar 5 ta dona chiqarib beramiz, hurmatli aka-ular. 5 ta dona, biror joyda aybi nuqsoni yo'q. Defekti yo'q. Kimgadir qiziq bo'lsa, 10 oylik eng yosh kichinasi shu 10 oylik. Bo'lmasa 1 yasharlik, 1,5 yashar, ichida kurak tish buzganlari ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 19 boshda bir joyga olaman degan aka-ukalamizga 14 million so'mdan bir joyga bo'lsa baraka qilamiz. Bo'ladigan oxirgi realniy narx-navosi. Manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Mana bu 4 ta novvosimiz alohida summa, hurmatli aka-ular. Bularning ichida qo'shilmaydi. Bularni har bittasini alohida narxini aytdim. 14 million so'mning ichida bularni ham beringlar deydigan aka-ukalamizga to'g'ri kelmaydi. 14 million so'mdan oxirgi narx-navosini aytib o'tamiz. Shunga qarab aloqaga chiqsalar yaxshiroq bo'ladi. Undan pastiga deyarli ishimiz bitmaydi. Hammasini bo'ladigan narx-navosini aytamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Hozir mana yerda uncha paroda novosi, g'onajinimizdan sifatli g'onajinimiz bor. Video qilib beramiz. Mana bu g'onajinimiz, hurmatli aka-ular. Buni ham bo'ladigan narx-navosini aytib o'tamiz. Buni sheriklari ham bor, 2 dona, yana bundan tashqari videolarni tashlab beramiz. Ular boshqa joydaligini sababi video qila olmadik. Buni oxirgi narx-navosi 11,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa baraka qilamiz. 11 million 500 ming so'm oxirgi narx-navosi. Juda ham sifatli semiz g'onajinimiz. Aloqaga chiqaverasizlar 99lik 490 3344. O'zimning shaxsiy kanalim bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi arzon narx-navodagi novvoslarimiz lichkamga yozsangiz profilimizni tashlab beramiz. Kuzatib olish imkoniyati bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar.